1610-olamdagi Hulk kim? Ushbu olam Marveldagi Ultimate, ya'ni maksimal olam deb nomlangan. Kunlarning birida Bruce Banner Kapitan Amerika zardobusida ishlayotgan edi. Sinovlarni o'zini ustida olib borish natijasida nazoratdan chiqqan va shafqatsiz Hulkka aylanadi. Bu Hulk ancha tajovuzkor va hayvoniy instinkt bilan tug'iladi. Komikslarda u hatto odam go'shtini iste'mol qilgani ko'rsatilgan. Bu Marveldagi eng qorong'u Hulk sahnalaridan biri. Qasoskorlar bilan to'qnashuv, Kapitan Amerika, temir odam, chumoli odam va Ari birgalikda taktik jang boshlanadi. Afsuski Hulk ularni barchasini yenggan. Odatiy Hulkdan farqi nimada? Odatiy Hulk gamma nurlanish asosida yaralgan bo'lsa, bu Hulk esa zardob yordamida ruhiy buzilish va muammolardan yaralgan edi. Eng yomon sahnalardan biri u odamlarni shahar bo'ylab ovlagani. Oxirida Thor bilan to'qnashadi. Ularning jangi shahar miqyosida vayronagarchilikni keltirib chiqaradi. Jangdan so'ng esa Thor uni hukumat nazoratiga topshiradi.